Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lovlar bo'yicha bekor qilindi, prezident buyrug'i chiqdi. Endi to'lamaysiz degan gaplar nimani anglatadi? Kimga tegishli emas va eng muhimi, oddiy fuqaro hozir nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotganlarga, nafaqaxo'rlarga, kam ta'minlangan oilalarga, hatto kommunal qarzi bor odamlarga ham bevosita taalluqli. Chunki noto'g'ri tushunib, to'lovni to'xtatib qo'ysangiz, keyin penya, qarzdorlik yoki tarmoqdan uzilish kabi muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men masalani shov-shuv bilan emas, hujjat, amaliyot va oddiy hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Kanal hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar odamlarni ortiqcha jarima va asabiylikdan saqlaydi. Avvalo eng muhim gapni aniq aytaman. Kommunal xizmatlar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti, chiqindi olib chiqish kabi xizmatlar butun mamlakat bo'yicha hamma uchun to'liq bekor qilindi degan gap noto'g'ri. Hech qaysi davlatda kommunal xizmat ko'rsatilsa-yu, hamma umuman to'lamasa, tizim ishlamaydi. Elektr stansiya ishlashi uchun yo'qilg'i kerak, suv nasoslari ishlashi uchun elektr kerak, gaz tarmoqlarini ta'minlash uchun mablag' kerak, chiqindi mashinalariga yo'qilg'i, haydovchiga oylik kerak. Lekin kommunal to'lov bekor qilindi degan gapning ichida bir nechta real holat bor. Birinchisi, ayrim toifadagi fuqarolar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam ajratilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Fuqaro xizmatdan foydalanadi, hisob-kitob chiqadi, lekin davlat uning ma'lum qismini qoplab beradi yoki yordam puli beradi. Ikkinchisi, noto'g'ri hisoblangan qarzdorlik asossiz penya. Eski tizimdan qolgan chalkash hisoblar qayta ko'rib chiqilib, bekor qilinishi mumkin. Uchinchisi, aholiga majburan yuklangan ayrim qo'shimcha yig'imlar yoki noqonuniy talablar bekor qilinadi. To'rtinchisi, ba'zi hududlarda, ba'zi vaziyatlarda, masalan, avariya, xizmat ko'rsatilmagan davr, hisoblagich ishlamagan yoki tashkilot xatosi sababli qayta hisob-kitob qilinadi. Demak, asosiy farq shunda, xizmatning o'zi bekor bo'lgani yo'q, lekin adolatsiz. Asossiz yoki ayrim toifadagi fuqarolarga og'irlik qiladigan to'lovlar bo'yicha yengilliklar, qayta hisob-kitoblar, kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Men buni ataylab boshda aytyapman. Chunki ko'pchilik endi svetga ham, gazga ham pul to'lamas ekanmiz deb o'ylab 2-3 oy to'lamaydi. Keyin qarz yig'iladi, ogohlantirish keladi. Ba'zida uzish bo'yicha xat keladi. Keyin esa men internetda ko'rgandim deb yuradi. Internetdagi sarlavha hujjat o'rnini bosmaydi. Oldin ko'p odam kommunal hisob-kitobda muammo bo'lsa, qayerga borishni bilmasdi. Masalan, hisoblagich bir oy ishlamagan bo'lsa, o'rtacha sarf deb katta summa yozib qo'yilardi. Yoki uyda odam yashamagan, lekin suv yoki chiqindi uchun to'lov kelavergan. Yoki gaz bosimi past bo'lgan, lekin hisob to'liq chiqarilgan. Yoki elektr tarmog'ida uzilishlar ko'p bo'lgan, ammo fuqaroga tushuntirish berilmagan. Ba'zi hollarda eski qarz yangi egaga o'tib ketgan. Masalan, odam uy sotib oladi, keyin ma'lum bo'ladiki, avvalgi egadan 2 million so'm gaz qarzi qolgan. Yangi egaga to'lamasangiz ulab bermaymiz deyishgan holatlar ham uchragan. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, kommunal sohada hisob-kitob shaffof bo'lishi, asossiz qarzdorlik fuqaroga yuklanmasligi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar qo'llab-quvvatlanishi, xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan holatlarda fuqaroning haqqi himoya qilinishi kerak. Prezident darajasida berilayotgan topshiriqlarning ruhiyati ham shu: aholini qiynamaslik, adolatli hisob-kitob qilish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish, ortiqcha bürokratiyani kamaytirish. Bu yerda men sizga amaliy tilda tushuntiraman. Agar siz kommunal xizmatdan foydalangan bo'lsangiz, hisoblagich ko'rsatgan miqdor bo'yicha yoki belgilangan me'yor bo'yicha to'lov chiqadi. Bu tabiiy, lekin sizga aslida foydalanmagan xizmat uchun to'lov yozilsa, hisoblagichdagi raqam bilan kvitansiyadagi raqam mos kelmasa, siz yashamagan davr uchun to'lov talab qilinsa yoki siz ijtimoiy yordam oluvchi oilalar ro'yxatida bo'lsangiz-u, sizga tegishli yengillik hisobga olinmasa, mana shunda masalani ko'tarish kerak. Birinchi navbatda kim xavotir olishi kerak? Kommunal qarzi bor odamlar. Lekin bu yerda ham qarzning tabiatini ajratish kerak. Agar siz haqiqatan ham elektr ishlatgansiz, gaz ishlatgansiz, suv ishlatgansiz, chiqindi xizmati ko'rsatilgan, lekin to'lamagansiz, bu qarz o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Masalan, xonadoningizda bir oyda 2 kilovat elektr sarflangan bo'lsa, tarif bo'yicha hisob chiqadi. Agar siz 3 oy to'lamasangiz,
7-7 kilovat uchun qarz yig'iladi. Buni bekor qilindi deb o'ylash xato. Lekin ikkinchi holat bor. Aytaylik, sizning uyingizda hisoblagich bo'yicha oy boshida 12300 kilovat, oy oxirida 12380 kilovat bo'lgan. Demak, real sarf 190 kilovat. Lekin tizimda xatolik bo'lib, sizga dardi maqsam kilovat yozilgan. Ana shu 300 kilovat farq bo'yicha e'tiroz bildirasiz. Agar dalil bo'lsa, qayta hisob kitob qilinishi, ortiqcha yozilgan summa bekor qilinishi kerak. Ikkinchi toifa kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yakka-yolg'iz keksalar, ko'p bolali oilalar. Bunday oilalar uchun kommunal to'lov og'ir yuk bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling. Oilaning oylik daromadi 2 million so'm. Qishda gaz, elektr, suv, chiqindi, internet va boshqa zarur xarajatlar bilan 700-800 ming so'm ketib qoladi. Bu juda katta ulush. Shu sababli davlat ayrim oilalarni ijtimoiy reyestr orqali aniqlab, moddiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya berishi mumkin. Bu siz hech narsa to'lamaysiz degani emas. Balki davlat sizning to'lov qobiliyatingizni hisobga olib yordam beradi degani. Uchinchi toifa yangi uy olganlar. Bu juda muhim. Agar siz kvartira yoki hovli sotib olayotgan bo'lsangiz, notariusdan oldin yoki keyin albatta kommunal qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Chunki ba'zan eski egadan qolgan qarz yangi egaga muammo bo'ladi. Qonuniy jihatdan odatda xizmatdan foydalangan shaxsning qarzi o'sha davrga tegishli bo'ladi. Lekin amaliyotda tarmoqqa ulash, shaxsiy hisob raqamini o'zgartirish, abonent ma'lumotlarini yangilash jarayonida muammo chiqadi. Shuning uchun uy olishdan oldin elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha alohida tekshiruv qiling. 4-toifa ijarachilar va uy egalari. Ko'p mojarolar aynan shu yerda bo'ladi. Ijarachi 3 oy yashaydi. Elektrni ko'p ishlatadi. Qishda isitgich qo'yadi. Suvdan foydalanadi, keyin ketib qoladi. Qarz esa uy egasining nomida qoladi. Men tavsiya qilaman, ijaraga berayotganda shartnomada kommunal to'lovlarni kim, qachon, qanday tartibda to'lashini aniq yozing. Oy boshidagi hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling. Masalan, elektr 45200 kilovat, gaz bunday qilib 6100 kub, suv 2340 kub deb yozib qo'ying. Oy oxirida solishtirasiz. Bu lekin minglab nizolarning oldini oladi. 5-toifa ko'p qavatli uy aholisi. Bu yerda umumiy hudud elektri, lift, podval nasoslari, issiqlik, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bor. Ba'zi odamlar men liftga chiqmayman, birinchi qavatda turaman, to'lamayman deydi. Lekin ko'p qavatli uyning umumiy mulki bor. Tom, yerto'la, kirish yo'lagi yoritish, quvurlar. Bu xarajatlar alohida tartibda hisoblanadi. Ammo shu bilan birga boshqaruv kompaniyasi ham aholidan pul yig'ib, xizmatni bajarmasa, hisobot bermasa, asossiz qarz yozsa, aholi savol berishga to'liq haqli. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan oila qishda elektr isitgich ishlatgan. Oy oxirida 67 kilovat sarf chiqqan. Ular kommunal to'lov bekor bo'libdi deb to'lamagan. 2 oyda 1300 kilovat qarz yig'ilgan. Keyin tarmoqdan uzish bo'yicha ogohlantirish kelgan. Bu holatda fuqaroning e'tirozi kuchsiz. Chunki sarf real bo'lgan. Agar yordam kerak bo'lsa, ular ijtimoiy yordamga murojaat qilishi mumkin, lekin real sarfni inkor qila olmaydi. Ikkinchi misol. Samarqandda bir xonadonga suv bo'yicha bir oyda 20 million so'mga yaqin hisob kelgan. Oila odatda akamisining 1 ming so'm to'lardi. Tekshirsa, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. 23 kub o'rniga 22 kub yozilgan. Fuqaro hisoblagich rasmini, oldingi kvitansiyalarni, arizasini taqdim qilgan. Qayta hisob kitobdan keyin ortiqcha summa olib tashlangan. Mana shu bekor qilindi deyiladigan real holatlardan biri. 3-misol. Qashqadaryoda bir hovlida keksa ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa joyda. Daromadi faqat pensiya. Qishda gaz va elektr xarajati oshadi. Bunday holatda odam umuman to'lamayman deb o'tirmasligi kerak. U mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy reyestrga kiritilishi, moddiy yordam yoki kompensatsiya masalasini ko'tarishi lozim. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, unga yengillik berilishi mumkin. Bu qonuniy yo'l. 4-misol. Uy 3 oy bo'sh turgan. Egasi chet elda bo'lgan. Kelganda chiqindi uchun, ba'zan suv uchun qarz ko'rgan. Bu yerda xizmat turiga qarash kerak. Elektr va gaz hisoblagich bo'yicha bo'lsa, sarf bo'lmasa, to'lov ham bo'lmasligi kerak. Lekin chiqindi xizmati ko'pincha ro'yxatda turgan odamlar yoki uy xo'jaligi bo'yicha hisoblanadi. Agar uyda hech kim yashamagan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar bilan qayta hisob kitob so'rash mumkin. Lekin shunchaki og'zaki men yo'q edim deyish yetarli bo'lmaydi. Eng katta tuzoq
ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhaga ishonib to'lovni to'xtatish. Men buni qat'iy aytaman, rasmiy hujjatni ko'rmasdan. Shaxsiy kabinetingizdagi hisobni tekshirmasdan, tashkilotdan yozma javob olmasdan bekor qilindi deb qaror qilmang. Og'zaki gap sizni qarzdan qutqarmaydi. Ikkinchi tuzoq pensiya masalasi. Ba'zan asosiy qarzdan tashqari pensiya ham yig'iladi. Ayrim hollarda pensiya qayta ko'rib chiqilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Ayniqsa qarz tashkilot xatosi bilan chiqqan bo'lsa. Lekin agar siz real sarf uchun uzoq vaqt to'lamagan bo'lsangiz, pensiya masalasida ham alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun qarzni cho'zmaslik kerak. Agar birdaniga to'lashga imkon bo'lmasa, bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv qilishga harakat qiling. Uchinchi nozik jihat hisoblagich plombasi. Agar hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa, tashkilot sizga me'yor bo'yicha yoki maxsus hisob-kitob asosida katta summa chiqarishi mumkin. Ba'zan fuqaro aybdor bo'lmaydi. Ta'mir paytida, avariya paytida eski plomba o'z-o'zidan shikastlanadi. Lekin buni vaqtida xabar qilmasangiz, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun plomba hisoblagich oynasi, raqamlar, simlar, quvurlar holatini vaqti bilan rasmga olib qo'ying. 4-jihat xizmat sifati. Agar gaz bosimi past, elektr tez o'chadi. Suv kelmaydi, issiqlik yetarli emas. Demak, siz shikoyat qilishga haqlisiz. Lekin sifat past degan gapni hujjatlashtirish kerak. Masalan, elektr kuchlanishi juda past bo'lsa, mutaxassis chaqirib dalolatnoma tuzdirish kerak. Suv kelmagan kunlar bo'yicha dispetcherlik xizmatiga murojaat raqamini oling. Issiqlik bo'yicha xonadagi harorat me'yordan past bo'lsa, o'lchov dalolatnomasi kerak. Shundagina qayta hisob-kitob talab qilish ancha oson bo'ladi. 5-jihat. Men ro'yxatda turmayman, to'lamayman degan noto'g'ri tushuncha. Ayrim kommunal xizmatlar yashovchilar soniga qarab, ayrimlari hisoblagichga qarab, ayrimlari obyektga qarab hisoblanadi. Shuning uchun har bir xizmat bo'yicha alohida qarash kerak. Elektr va gaz ko'pincha hisoblagichga bog'liq. Suv ham hisoblagich bo'lsa, sarf bo'yicha, chiqindi esa hududdagi tartibga qarab ro'yxat. Yashovchilar soni yoki uy xo'jaligi bo'yicha hisoblanishi mumkin. Demak, bitta qoidani hammasiga qo'llab bo'lmaydi. Birinchi qadam, barcha kommunal hisoblaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqaruv kompaniyasi bo'yicha alohida qarang. Shaxsiy hisob raqamingizni biling. Mobil ilovalar, to'lov tizimlari, rasmiy saytlar yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali qarzdorlikni tekshiring. Faqat bitta ilovaga ishonib qolmang. Ayrim payt ma'lumot kechikib yangilanadi. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling. Rasmda sana bilinishi yaxshi. Bugungi ko'rsatkich oldingi kvitansiya. Oxirgi to'lov cheki hammasini bir papkada saqlang. Agar nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Men odamlarga har oyning bir sanasida, masalan 25 kuni yoki 20 kuni barcha hisoblagichlarni suratga olishni tavsiya qilaman. 3-qadam. Agar sizda shubhali qarz bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Og'zaki borib, nega bunday deb so'rash yetarli emas. Arizada shunday yozish mumkin. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha falon sanada falon miqdorda qarzdorlik ko'rsatilgan. Ushbu qarzdorlikning kelib chiqish asoslarini, hisob-kitob davrini, tarifni, sarf miqdorini va pensiya bo'lsa, uning hisoblanish tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar xatolik aniqlansa, qayta hisob-kitob qilib, asossiz summani bekor qilishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering. Bittasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring yoki elektron murojaat yuboring. 4-qadam, ijtimoiy yordamga haqli bo'lsangiz, mahallaga murojaat qiling. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar haqida ma'lumot, nogironlik bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, pensiya yoki nafaqa ma'lumotlari, kommunal to'lov kvitansiyalari bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin siz tayyor bo'ling. Menga qiyin deyishning o'zi yetmaydi. Oilaning daromadi, xarajati va ijtimoiy holati hujjat bilan ko'rsatiladi. 5-qadam, agar xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, davlatnoma talab qiling. Suv kelmadi, gaz bosimi past, elektr kuchlanishi past, issiqlik yo'q. Bular bo'yicha dispetcherga murojaat qiling. Murojaat raqamini yozib oling. Qo'shnilar bilan birga dalolatnoma tuzing. Imkon bo'lsa video va foto qiling. Keyin qayta hisob-kitob so'rashda shu dalillar yordam beradi. 6-qadam, qarz real bo'lsa, uni yashirmang, muzokara qiling. Ko'pchilik qo'rqib umuman bormaydi. Natijada qarz kattalashadi. Yaxshisi, tashkilotga bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Masalan, 3 million so'm qarzingiz bor. Birdaniga to'lay olmaysiz. Oyiga 5 ming so'mdan to'lash bo'yicha
kelishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Bu sizning mas'uliyatli ekaningizni ko'rsatadi. 7-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz, kommunal tozaligini tekshirmasdan pul bermang. Sotuvchi hammasi joyida desa ham, har bir xizmat bo'yicha ma'lumot oling. Oldi sotdi shartnomasida eski qarzlar sotuvchiga tegishli ekanini alohida ko'rsatish foydali. Hisoblash ko'rsatkichlarni shartnoma kunida rasmga oling. 8-qadam, noqonuniy talab bo'lsa, yuqori tashkilotga va vakolatli organlarga murojaat qiling. Avval xizmat ko'rsatuvchi korxonaning o'ziga yozma ariza. Javob qoniqtirmasa, hududiy boshqarma, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, adliya organlari yoki virtual qabulxona orqali murojaat qilishingiz mumkin. Muhimi, murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, summa, hisob raqam. Kim nima dedi? Siz qanday dalil taqdim qilyapsiz? Yana bir muhim masala. Odamlar ko'pincha prezident aytdi, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa ko'p yengilliklar mexanizm orqali ishlaydi. Ya'ni sizning oilangiz ro'yxatda bo'lishi kerak, ma'lumot tizimga kiritilishi kerak, hisob-kitob qayta ko'rilishi kerak, ariza yoki tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Agar siz jim o'tirsangiz, tizim xatosi uzoq vaqt tuzatilmasligi mumkin. O'z huquqingizni talab qilish madaniyatini o'rganishimiz kerak. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shunday. Kommunal to'lovlar hamma uchun butunlay bekor bo'lgani yo'q. Lekin asossiz qarzdorlik, noto'g'ri hisob-kitob, xizmat ko'rsatilmagan davr uchun talab qilingan summa. Ayrim noqonuniy yig'imlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga og'irlik qiladigan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish, yengillik, kompensatsiya yoki bekor qilish imkoniyatlari bor. Eng to'g'ri yo'l hisobingizni tekshirish, dalil yig'ish, yozma murojaat qilish va haqiqiy holatni hujjat bilan isbotlash. Men sizlardan so'rayman, sizning kommunal to'lovlaringizda shubhali qarz, noto'g'ri hisob yoki tushunarsiz summa chiqqanmi? Qaysi hududdan siz va qaysi xizmat bo'yicha muammo bo'lgan? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki kommunal masalada bitta to'g'ri ma'lumot sizni katta qarzdan, ortiqcha jarimadan va behuda yugur-yugurdan saqlab qolishi mumkin.